Momaqaldiroq filmida bizga tanishtirilgan, ko'pchilik esa allaqachon Supermanga solishtirayotgan va ba'zilar esa undan ham kuchli deb ta'riflayotgan Sentry personajini komikslarda teng ikkiga bo'lib tashlagan personaj borligini bilarmidingiz? Ha, bu albatta Null. Uni bizga kino olamida ilk bor Venom so'nggi raqs filmida taqdim etishdi. Ammo qazoskorlar ajali sifatida o'zining prime davrini King in Black komikslarda boshdan kechirgan. Bugun sizlar bilan ushbu komiksni tahlil qilish orqali undagi hayratomuz voqealardan xabardor bo'lamiz. Doimgidek siz obuna bo'ling, men esa videoni boshladim. Baland binolar, ulardan birining ustida Eddie Brock turardi. Unga Venom shunday deydi: "U shu yerda. Men uni his qilyapman. U butun dunyoni qo'lga olish uchun kelmoqda." Eddie Brock esa Kapitan Amerikaga aloqaga chiqadi. "Kep, u shu yerda. Endi yashirinishning ham, qochishning ham foydasi yo'q. U yaqinlashmoqda. Qorong'ulik hukmdori, simbiotlar yaratuvchisi Null kelmoqda. Barchaga xabar ber. Hoziroq evakuatsiyani boshlang." Va o'zi farzandini himoyalash uchun uyiga ketadi. Dilonni uyg'otishga harakat qiladi. "Dada, nimalar bo'lyapti?" so'raydi Dilon. "Meni kechirasan oshna." Ammo deb Eddie to'xtalib qoladi va Dilon: "Bilaman, men uni his qilyapman. U shu yerdami? Ha, quloq sol. Biz ketishimiz kerak." Voqealar qazoskorlar harbiy bazasiga ko'chadi. U yerda esa Kapitan Amerika, Ayol Hulk, Kapitan Marvel hamda Tony Stark bor edi. Kapitan Amerika Tonydan so'raydi: "Holat qanday?" "Ochig'i bir nima deyish qiyin, kapitan. Brock bergan ma'lumotlarga ko'ra biz bilamizki, Null va uning simbiotlardan iborat qo'shini issiqqon emas va o'zlaridan issiqlik nurlarini chiqarishmaydi. Shuning uchun issiqlik radarlarimiz ularning aniq joylashuvini aniqlay olishmayapti. Ammo bir narsa aniqki, ular har qanday holatda ham bizning yer minalarimizga duch kelishadi." "Shularni minalar deyapsanmi?" deb so'raydi Kapitan Amerika. "Bizda hozircha bori shular, kapitan", deb javob beradi Tony. Hamda u minalar deb aytayotgan narsalar aslida yuqori atmosferada suzib yurgan Kree hamda Skrullarning yaroqsiz harbiy kemalari ekan. Yana Kapitan Amerika shunday deydi: "Sen narsalarni bombaga aylantirishni yoqtirasan. Tony esa bu eski odat", deb aytadi. Menimcha bu paytdagi suhbatda ular Tony Stark oldin harbiy flotlar uchun Stark Industries nomi ostida bombalar yaratganligiga shama qilishmoqda. Gapga Kapitan Marvel ham aralashadi va: "Xo'y, janoblar, menda yaxshi va yomon xabarlar bor. Ko'rinishidan biz ularni topgan ko'rinamiz, ammo mening fikrimcha bizga ko'proq bombalar zarur", deydi. Ayni vaqtida o't och deya Stark kemalarini portlatadi. Nullning ajdarlari kuyishni boshlashadi. Simbiotlar umumiy ong orqali bog'langanligi tufayli bu og'riqni Venom ham sezadi. U yaqinlashib qoldi. Eddie: "Biz shoshilishimiz kerak." "Bilaman, men ham his qilyapman, lekin biz oldin Dilonni xavfsizligini ta'minlashimiz kerak", deydi Eddie. Shu paytda portlashdan zavq olayotgan Tony: "Sen mening g'oyam haqida nima deyotganding, Kep?" deb so'raydi. Venom esa Eddie'ga: "Buni his qilyapsanmi, Eddie? Bu ish bermaydigan ko'rinadi. Biz allaqachon 100 tadan ortig'ini yo'q qildik, ammo bu ularni sekinlashtira olmayapti. Uni to'xtatib bo'lmaydi", deb aytadi. Kapitan Amerika barcha jamoalarni dunyolarning turli qismlariga evakuatsiyani tezlashtirish uchun olib ketadi. Shundan so'ng biz Eddie Brock va uning o'g'li Dilon o'rtasidagi suhbatga guvoh bo'lishimiz mumkin. Ma'lum bo'lishicha, Eddie qazoskorlarga Null haqida aytganidan so'ng Peter Parker unga yashirin bunkerga kirish huquqini bergan ekan va uning aytishi bo'yicha bu joy Ezekiel nomli shaxs tomonidan yadroviy portlashlardan himoya qilish uchun qurilgan ekan. "O'ylaymanki, bu joy hozir bo'ladigan narsalardan seni munosib himoya qila oladi", Eddie Dilonga shunday deydi. Dilon: "Dada, iltimos, meni bu yerda yolg'iz tashlab ketmang." Eddie: "Biz bu haqida oldin kelishgandik. Bu qayta muhokama qilinmaydi. Men yordam bera olaman, dada. Axir mening nimalar qila olishimni bilasiz-ku. Men ham u kabi kuchga egaman. Balkim men uning askarlarini boshqara olarman." Eddie Dilonga yetar deya Dilonni to'xtatadi. "Men senga va'da berganman. Nima bo'lishidan qat'iy nazar seni xavfsiz saqlayman deb. Sen bunday hayotda yashamasliging kerak edi. Bu mening jangim, bular mening hayotim. Men barcha narsalarni tugatgach qaytib kelaman va hozir sendan so'nggi marotaba iltimos qilaman. Shu yerda qol va bu eshikni ochilishini kut." Dilon Eddie'dan qaytib kelishini iltimos qiladi. Eddie Dilonni bunkerda qoldiradi va unga Kapitan Amerika plan B ga o'tish kerakligini aytadi. Ko'plab shaharlarda jang allaqachon avjiga yetib bo'lgandi. Jamoalar turli guruhlarga ajralib turli qismlarda jang qilishardi. Birinchi guruh Kapitan Amerika boshchiligida shahar ko'chalarida evakuatsiya ishlarini olib borardi. Ikkinchi guruh esa Xavier boshchiligida bo'lib Washingtonda edi. Kapitan Amerikaga Charles Xavier murojaat qiladi: "Biz o'z g'aroyib odamlar jamoamiz bilan shu yerdamiz. Biz Nullning nozik tomonlari sehr va yorug'lik ekanligini bilib oldik. Bor orqali uning ajdarlari bilan aloqasini kichik muddatga bo'lsa ham
ham uza olishimiz mumkin. Tor qayerda? Bizga hozir uning yordami ancha kuchli foyda berardi. Bo'ron yakka o'zi hech narsa qila olmayapti. Uchinchi guruh esa Venom va Eddiedir. U Capga umumiy ong orqali Nalning ongiga kirishga harakat qilib ko'rishini aytadi. Biz yoki buni uddalaymiz yoki u bizni o'z simbiotlar qo'shini qatoriga qo'shib oladi deydi. Bu yoqda esa Doktor Strange. Bu Doktor Strange, meni kimdir eshitayotgan bo'lsa xabar bering deydi. Bu ajdarholar men oldin duch kelgan ajdarholarga umuman o'xshamaydi. Ular men yaratayotgan to'siqni tezda yengib o'tmoqda. Eddie uni eshitayotganini ham, ko'rayotganini ham aytib, undan yana biroz harakat qilib ko'rishini so'raydi. Biz deyarli aloqaga erishdik. Bo'ron ham ularni ortiq ushlab tura olmayotganini aytib, kimdir buni uddalayaptimi deb so'raydi. Strange esa biz ortiq ularni ushlab tura olmaymiz. Eddie, sen hoziroq ular bilan aloqa o'rnatishing lozim. Shoshil deydi. Eddie esa uddaladi. Men kira oldim deydi. Umumiy ong orqali Nalni ko'radi va qoching. Bu faqat Nal yoki ajdarholar qo'shini emas ekan. Qoching deya baqiradi. Shunda osmondan katta to'liqligicha simbiotlar bilan o'rab olingan Celestiallar tushib keladi. Bu Celestiallar Nalning ilk dushmanlari. Nahotki Nal ularni ham o'z nazoratiga ola olgan bo'lsa, eng katta Celestial ko'ksidan Nal tushib keladi va men sizlarning sayyorangizni yo'q qilgani keldim. Menga Brock ismli odamni keltiring. Men esa iloji boricha og'riqsiz o'lim topishingizga va'da beraman deydi. Kapitan Amerika Sentryni chorlaydi. Sentry ularga o'zingni tanishtir. Sentry Celestiallar ko'ksini o'z kuchi yordamida teshib o'tib birin-ketin yo'q qila boshlaydi. Navbat Nalga yetib keladi. U Nalni ushlab olib osmonga olib chiqadi. Salom, mening ismim Bob, lekin sen meni Sentry deb atashing mumkin deydi. Shunda Nal, men seni tanidim. Sen mening simbiotlarimdan birini yo'q qilgansan. Uning ismi Carnage edi deydi. Ha, rostdan ham shunday bo'lgan. Komikslarning birida Sentry Carnage'ni osmonga olib chiqib ikkiga bo'lib tashlagan edi. Kel endi men sizlarga o'zimni tanishtirsam deb aytadi va Sentryni ushlab olib bo'laklarga bo'lib tashlaydi. Hamma bundan hayratga tushadi, chunki hech kim bunday bo'lishini kutmagan edi. Butun jamoaning umidi Sentry personajidan edi. Mening ismim Nal, qorong'ulik hukmdori, simbiotlar yaratuvchisi, ichingizdagi qorong'ulikman. Men Voidman. Men sizlarni kichik armiyangiz bilan tanishdim. Endi navbat menikiga deydi va barcha simbiotlarni chorlaydi. Ular esa qahramonlarni o'z ichiga yuta boshlaydi. Oh, sizning quyoshingiz. Endi u bizga kerak emas deydi. Endi yulduzlar ham bo'lmaydi. Endi hech qanday yorug'lik bo'lmaydi. Nal simbiotlari orqali butun yer sayyorasini o'rab oladi. Osmon esa to'liqligicha qorong'ulikka cho'madi. Qarang, osmon yulduzlarsiz qanchalik ajoyib tuyulmoqda. Bo'ron nima bo'layotganini tushunmasdan Charlie Tony menga kimdir nima bo'layotganini tushuntirib bera oladimi deydi. Shunda temir odam, Nalning simbiotlari osmonni to'liq o'rab oldi. Menga barcha joylardan xabar kelmoqda. Vakandadan, Latveriyadan, Yaponiyadan, hamma joylardan. Mayli, menda bitta g'oya bor. Men osmonni yoritib tura olaman deydi Bo'ron. Shunda Nal simbiotlari Bo'ronni ham to'liq o'rab oladi va yo'q qiladi. Temir odam bundan qattiq afsuslanadi va Eddiedan bularning barchasi uchun javob so'rashga qo'ng'iroq qiladi. Eddie aytadi, biz unga u xohlayotgan narsani berishimiz kerak. Tony barchasi tugamadi. Biz taslim bo'lmasligimiz kerak deydi. Lekin Eddie go'shakni uloqtirib yuboradi va mutlaq erkinlikni Venomga beradi. Shunda Venom shunday deydi: nima bo'lmasin, sen hozir nimalar bo'lishini yaxshi bilasan, shundaymi? Ha, oshna. Oxirgi raqs uchun olg'a. Venom yana Nalning ongiga ulanadi va biz gaplashib olishimiz kerak deb ulgurmasidan Nalning qo'li simbiotlar ko'rinishida paydo bo'lib, Venomni baland binolar ustiga o'zining yoniga tortib oladi. Ko'ryapsanmi? Qorong'ulik qanchalar go'zal deydi Nal. Venom undan iltimos qiladi. Meni ol, lekin Eddiega tegma deb aytadi. Nal esa Venomni Eddiening tanasidan sug'urib oladi. Eddieni esa o'sha baland binolar ustidan tashlab yuboradi va to be counted, ya'ni davomi bor yozuvi paydo bo'ladi. Bu hikoya 5 ta qismdan iborat. Davomi esa yanada qiziq. X odamlarning eng kuchli a'zosi bo'lgan Phoenixning kelishi, simbiotlar kirib olgan qahramonlar taqdiri, Eddie Brockning Nalga qarshi vahshiyona jangi va Thorning Nalga qarshi epik sahnalari bizni kutib turibdi. Lekin bu safargi videoda emas. Yaxshisi ushbu video 1000 ta like yig'sin va men shu ondayoq komiksning davomidagi barcha qismlarini jamlagan bitta video tayyorlayman va sizlarga taqdim qilaman. Hozircha esa xayr. Videoga like bosib kanal rivoji uchun obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Sizlar bilan Kinotime bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling.